Qurilish har qanday sarmoyani aktivga aylantirib, turdosh sohalarda ham ish o'rni, qo'shilgan qiymatni ko'paytirishiga katta turtki beradi. Tahlillarga ko'ra $1 qurilish iqtisodiyotga $2-3 qaytim sohadagi bitta ish o'rni boshqa tarmoqlarda kamida 5 tagacha ish o'rni yaratadi. Shu bois islohotlarimizni ilk kunlaridan bu sohaga katta e'tibor qaratib, tadbirkorlarga keng yo'l ochib berdik. So'nggi 9 yilda 10 mingga yaqin yangi qurilish korxonalari ish boshladi. Aylanmasi 1 trillion so'mdan oshgan 20 ta 100 milliard so'mdan o'tgan 365 ta yirik kompaniyalar paydo bo'ldi. Loyiha tashkilotlari 2000 dan, ulardan xalqaro sertifikat olganlari 650 tadan oshdi. Qurilishda ruxsat berish bosqichi 3 karra, muddati 4 karra qisqardi. 420 ta shaharsozlik norma va qoidalarini birlashtirish eskirganlarini bekor qilish hisobiga 140 ta yangi shaharsozlik norma va qoidalari tasdiqlandi. Ushbu ishlar albatta o'z natijasini beryapti. O'tgan davrda 210 million kvadrat metrli bino inshoot, 647 ming xonadonli, 15 mingdan ortiq ko'p qavatli uylar barpo etildi. Qurilish ishlari hajmi 2016-yilda 30 trillion so'mni tashkil qilgan bo'lsa, o'tgan yili bu ko'rsatkich 314 trillion so'mga yetdi. Bugun qurilish materiallari va ularga yondosh sohalarda 3,5 million aholi band. Fevral oyida kreativ iqtisodiyot uchun soliq va boshqa bir qator imtiyozlarni nazorat tutuvchi alohida qarorni imzoladim. Qudbiyev Umurzoqovga topshiriq 2 oyda bu yo'nalishda arxitektor, loyihachi va urbanistika sohasi uchun birinchi kreativ parkni Toshkent shahrida tashkil qilishi zarur. Qolgan viloyat hokimlari ham joyini aniqlab, bunday kreativ parklarni hududlarda tashkil qilish ishlarini boshlasin. Bundan tashqari Toshkentdagi sobiq geodeziya va kartografiya texnikumi o'rnida yangi o'quv yilidan urbanizatsiya, kadastr va geodeziya sohasida kadrlar tayinlanadigan o'zini o'zi moliyalashtiruvchi oliygoh faoliyati yo'lga qo'yiladi. Aholini uy-joyga bo'lgan talabini ta'minlash Ramatov, Qudbiyev, Hidoyatov va hokimlarining doimiy diqqat markazida bo'lishi shart. So'nggi yillarda 56 ta yangi O'zbekiston massiviy infratuzilmasi uchun 4 trillion 100 milliard so'm mablag' berdik. Bu yil ushbu maqsadlarga yana 1 trillion 400 milliard so'm ajratyapmiz. Fevral oyidagi farmon bilan 2040-yilgacha qaysi aholi punktida yangi O'zbekiston massivlari qurilishini aniq belgilab qo'ydik. Ramatov, Qo'chqorov, Hidoyatov, Qudbiyev hokimlar bilan bu yil yangi O'zbekiston massivlarida 34 ming xonadonni qurib bitkazishi zarur. Ramatov, Hidoyatov hokimlar bu yil hududlarda 140 ming xonadonli ko'p qavatli uylarni topshirishi shart. Birinchi yilgacha 20 mingta, 1-oktyabrgacha 50 ming, yil yakunigacha yana 70 ming. Yil yakunida ushbu rahbarlardan kadastrdan o'tgan uylar soni bo'yicha so'rov bo'ladi. Bunda renovatsiyaga alohida e'tibor qaratish zarur. Nima uchun bunday deyapman? Shahar va shaharchalar eniga kengayib borsa, infratuzilmaga xarajat 4-5 karra oshadi. Maktab, bog'cha, poliklinikaga masofa uzayadi, minglab gektar ekin yeri qisqaradi. Masalan, Samarqand shahrining temir yo'l orti hududi, Kattaqo'rg'on shahri, Oqtosh, Ishtixon, Bulung'ur, Juma, Jomboy kabi shaharlarda barak tipidagi uylar juda ko'p. Shu bois Boboyev markazda joylashgan eskirgan uylar o'rniga renovatsiya asosida shu yilning o'zida 2,5 ming kvartirali ko'p qavatli uylar qurishi zarur. Umuman viloyat hokimlari bu yil renovatsiya zonalarida kamida 30 ming kvartirali ko'p qavatli uylarni foydalanishga topshirishga mas'ul va javobgar. Shaffof qurilish reytingida quruvchilarga lizingga olingan texnika uchun ball berilmayotganini eshitdim. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bunday texnikalar hisobga olinsa, kamida 500 ta korxonaning reytingi 1-2 pog'onaga ko'tarilib, 17 trillion so'mlik bozorga kirish imkoni paydo bo'ladi-ku. Hidoyatov 2 oyda lizingga olingan texnikalar elektron bazasini ishga tushirib, shaffof qurilish tizimiga integratsiya qilsin va ball berishni boshlasin. Yoki pudrat korxonalari cheklov borligi uchun chet eldan yiliga bitta maxsus texnika olib kelishimiz mumkin degan gapni aytayapti. Samadov, Norqulov bir haftada bu cheklovni bekor qilish bo'yicha qaror kiritsin. Umuman Toshqulov, Vahobov, Salom Samadov, Abdumumin Bo'riyev 3 oyda qurilishga ruxsat olishdan boshlab foydalanishga topshirishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni tahlil qilib,
talablar, muddatlar va to'lovlarni 2 barobargacha qisqartirish bo'yicha yangi qaror kirgizdi. Aholimiz 38 milliondan oshdi. Urbanizatsiya darajasi 51% ga yetib, qariyb 20 million odam shaharlarda yashayapti. Bir narsani yaxshi tushunishimiz zarur. Agar urbanizatsiya darajasi 1% ga oshsa, iqtisodiyot ham kamida 1% ga ko'payadi. Investitsiya oqimi, biznes va startaplar mehnat unumdorligi karrasiga o'sadi. Buning uchun respublikada urbanizatsiyani barqaror rivojlantirish bo'yicha yagona yondashuv bo'lishi zarur. Bosh rejalar uchun byudjetdan yiliga 200-250 milliard so'm beryapmiz. Hamma eshitib olsin, bu mablag'lar bosh rejasi bo'lmagan yoki eskirgan hududlarga sarflanishi shart. Kim ishlab turgan bosh rejani o'zgartirmoqchi bo'lsa, marhamat o'zi mablag' topib o'zgartirsa bo'ladi. Hech qanday masala yo'q bu yerda. Kichik shahar va shaharchalarda ham katta loyiha qilaman degan tadbirkorlar bor. Shaharsozlik hujjati yo'qligi uchun ularning ishi to'xtab turibdi. O'zi mablag' tikib, tezroq bosh reja ishlab chiqilishidan manfaatdor tadbirkorlar ham juda ko'p. Hisob-kitobi bor hokim ularni yoniga olib, bu ishlarni tezroq yakuniga yetkazsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Tadbirkorlarning xarajatini esa bosh rejadagi yerlarni sotish hisobidan qoplashga men roziman. Sizlar shu takliflarni beribsizlar ekan, bu juda to'g'ri taklif. Biz bir ish qilyapmiz hammamiz. Sizlar bilan bamaslahat qilsak, bosh reja ham bo'ladi, natija ham bo'ladi, odamlar ishli bo'ladi, tadbirkor ham, quruvchi ham rozi bo'ladi.